Qanday qilib Bitcoin ishlash mumkin? Qanday qilib rubl ishlash mumkin? Qanday qilib USDT dollar ishlash mumkin? Onlaynda, xod qo'lingda telefoning bo'lsin, xod kompyutering, stoling, notebooking, любой narsang bo'lsin, farqi yo'q. Или bo'lmasin. Muhimi желание bo'lsin. Желание bu sening xohishing. Shu ish turini o'rganaman, shu ish turini o'rgataman. Endi taklif. Agar shu videomni ko'rib turgan odamga sетевой marketing turi juda qiziqtiradigan holat bo'lib, senga masalan ma'qul kelsa, marhamat, men bilan birga xod rubl, xod bitcoin, xod USDT qanday ishlash mumkin? Tushuntiraman, o'rgataman. Undan keyin xulosa o'zingdan, qachon boshlash kerak, qachon qilish kerak, и так далее. Bu senga bog'liq. Muhimi informatsiya berishim besplatno. Informatsiya berishim va yo'nalishlarni tushuntirishim bepul. Даже registratsiyadan o'tib kabinetni ichini ko'rishing ham bepul. Bu muhimi qiziqishing bormi, yo'qmi? Shu narsani hal qilib, Mamatov Yorbek Telegramga yozsalaring, Mamatov 87 qilsalaring, Telegram akkauntini chiqarib gaplashamiz, ko'rsataman, tushuntiraman. Birga bitta komanda bo'lib ishlaymiz. Sizlar bilan Mamatov Yorbek, kimda astoydil xohish bo'lsa, uyda o'tirib, или ishlaydigan joyida o'tirib, faqat internetda, telefoni yoki stoli, umuman udobstvosi bo'lsa, marhamat, tushuntiraman. Komandaga xush kelibsizlar. Bitta like bosib qo'yinglar. Yangi setivlikchilar ham ko'rsin. Hammaga xayr.